Assalomu alaykum hammaga, Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Xo'p, o'rtoqlar, men har doimgidek mana bu videoni g'olibini aniqlamoqchi edim, lekin minimum bilasizlar o'rtoqlar 15 ta kommentariy bo'lishi kerak, ammo bu yerda hozir 13 ta kommentariy. Davayto o'rtoqlar, videoni ko'rdingiz, videoga like bosib, 3 ta komment yozib qoldiring. Keyingi videomizda yana konkursni boshlaymiz o'rtoqlar. Konkurs shartlari mana shu Special Money YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz kerak va Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak bo'ldi. Telegram kanal silkasi video opsiyasida va zakreplёnный kommentariyada bo'ladi. Xo'p jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizda boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda mana shu saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Saytda pul ushlashimizdan oldin birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Uning uchun bu yerdan "Сейчас" degan tugma ustiga bosib qoldirasizlar. Xo'p, bu yerdan registratsiya degan tugma ustiga bosasizlar. Mana bu bo'limlarni to'ldirasizlar va mana bu yerdagi registratsiya degan tugma ustiga bossanglar, oddiygina ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men allaqachon ro'yxatdan o'tib olganman. O'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, o'rtoqlar, saytda biz qanday qilib pul ushlab boramiz? Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Qo'limdan kelgancha saytni to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, bu yerda menyu bo'limi ustiga bosasizlar. Bizda o'rtoqlar nechta bo'lim mavjud? Bizda o'rtoqlar void, ya'ni bu akkauntdan chiqib ketish, bu yerda приложение bo'limi mavjud, bu yerda настройка, referalniy programma, istoriya, bu yerda nagradi va stavka bo'limlari mavjud. Приложение bilasizlar, bu saytning o'zini programmasi mavjud. O'sha programmani yuklab olsanglar bo'ladi bu bo'lim orqali. Bu yerda настройка bo'limi mavjud, ya'ni parollarni o'zgartirib borsanglar bo'ladi. Bu yerda partnyorskiy programma bo'limi mavjud, ya'ni saytga o'zingizni do'stlaringiz ham taklif qilib bemalol saytda pul ushlab borsanglar bo'ladi. Bu yerda o'rtoqlar o'zlarining gruppalari, o'zlarining kanallari, o'zlarining chatlari mavjud o'rtoqlar. Bu yerda istoriya bo'limi mavjud, ya'ni kirdi chiqdi istoriyalarni ko'rib turasizlar bu bo'lim orqali. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar bizga eng kerakli bo'lim stavka bo'limi ustiga bosib qoldirasizlar. Biz o'rtoqlar o'zi saytda qanday qilib pul ushlaymiz o'rtoqlar. Saytda biza pulimizni staking qilib, saytda pul ushlab borsanglar bo'ladi. Pastroqqa tushasizlar, bu yerda Tavabit degan joyini topasizlar. Xo'p, mana bu yerda o'rtoqlar summani belgilaysizlar, bu yerda kunni belgilaysizlar, ya'ni staking kunini belgilaysizlar. Xo'p, masalan o'rtoqlar, minimum $9 ekan pul to'ldirish. Har kuni o'rtoqlar 28% da xato olib kelar ekan. Bu $9 da 28% $2.52 ga teng bo'lar ekan o'rtoqlar. Общий прибыль $75 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar teparoqqa chiqsanglar, bizani hozir balansimizda 9 USDT pulimiz bor. Keyin mana shu pullarni sizlar bilan birgalikda staking qilib qo'yamiz. Mana bu yerga o'rtoqlar summani tanlaysizlar. Masalan, $9 bo'lsa $9, $12 bo'lsa $12, $13 bo'lsa $13, mana shu yerga tanlaysizlar. Bu yerdan kunini tanlaysizlar. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar foydalarni chiqarib beradi. Endi staking qilish uchun bu yerdan stavka degan tugma ustiga bosib qo'yamiz. Xo'p, bu yerda aytayapti 39 USDT ni 30 kunga stakingga qo'yasanmi deyapti. Bu yerdan подтвердить degan tugma ustiga bosamiz. Bo'ldi o'rtoqlar, mana. Uje bizani foydalarimiz mana bu yerda ko'rinib boradi. Pastroqqa tushsanglar, mana bu yerda uje aktivniy kontrakt tuzildi. Endi o'rtoqlar, biz saytga qanday qilib pul to'ldirishimiz mumkin, yoki qanday qilib pul chiqarishimiz mumkin. Buning uchun o'rtoqlar, kelinglar birinchi pul to'ldirishdan boshlaymiz. Pul to'ldirish uchun bu yerdan перезарядка degan tugma ustiga bosib qoldirasizlar. Bizda o'rtoqlar ko'rib turganingizdek BNB, TRX, VP20, VP20 USDT va TRC20 USDT yo'nalishlari mavjud. Bu yerdan o'rtoqlar men VP20 ustiga bosib qoldiraman, chunki bu yo'nalishda hech qanaqa komissiya olmaydi. Xo'p, xohlasam o'rtoqlar mana buni skanner qilib tashlashim mumkin, xohlasam mana bu adresga pul tashlashim mumkin. Ikkalasi ham bir tanasi mana shu saytdagi o'zimning shaxsiy hamyonim hisoblanadi. Masalan, men $9 tashladim. $9 tashlab bo'lgandan so'ng mana shu hamyonga saytga qaytib mana bu yerdagi перезарядка завершение degan tugma ustiga bosib qo'yishim kerak. Bosganimdan so'ng uzog'i tashlagan pulimni 3 minut ichida saytga tushirib beradiki, men bemalol boyaga pullarimni staking qilib qo'yishim mumkin. Juda ham oddiy o'rtoqlar. Men Binance, Bitget, Payer xohlagan hamyondan bemalol pul to'ldirsam bo'ladi. Juda ham oddiy. Xo'p o'rtoqlar, endi pul chiqarishga kelsak, pul chiqarib olish uchun bu yerdan Atvis degan tugma ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, bizda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Biz o'rtoqlar TRC20 ga yoki VP20 ga pul yechsaylik bo'ladi. Xo'p, bu yerdan hozir VP20 ustiga bosib qoldiramiz.
adres degan joyga web-yigirma adres, summa degan joyga qancha chiqarib olmoqchi bo'lgan summa, parol безопасность degan joyga ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda kiritgan parolingizni kiritib o'tishingiz kerak. Men hozir bo'limlarni to'ldirib olaman. Xo'p, o'rtoqlar, men bo'limlarni to'ldirib bo'ldim. Hech qanaqa komissiya olmar ekan. Bizning hozir balansimizda $10 pulimiz bor edi. Xo'p, bu yerdan подтверждать degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Mana успешно снять средства, ya'ni bizning pullarimiz chiqib ketdi. Sayt orqali uzog'i 30 soniyada bizning pullarimizni 100% to'lab beradi. Xo'p, soatimiz o'rtali 17:11 bo'ldi. Tak, pullarimiz kelib tushguniga qadar mana o'rtali уже идет обработка. Вот USDT $10.02 уже bizning Binance hamyonimizga обработкаga tushdi. Xo'p, o'rtali men hamma cheklarini Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Bemalol o'tib ko'rib olishlaring mumkin. Saytga pul to'ldirish, pul chiqarish, qanday qilib pul ishlash hammasi tushunarli bo'lsa, sayt silkasi Telegram kanalimda bo'ladi. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Video sizga yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.